Hozirgi kunda Shinray brendi O'zbekistondan o'zimizdan zavod ochilgan. O'zimizning milliy mahsulot, ya'ni O'zbekistondan o'zimizda ochilgan bu. Albatta aka. Mashinalarni ko'rsating desangiz, mana bo'ling bardosh model aka. Bardosh, ha? 7 o'rindiqli. Bu ham Sirdaryodan chiqyapti. Bu ham Sirdaryodan chiqyapti aka. Xo'p, rassrochka bormi? Bo'lib turadi. Bu modelimizga ham Nasiya savdo bor aka bizda. Nasiya savdo. Tushuntirib o'ting, Nasiya savdoda mijozlarimizda agar aloqaga chiqishsa yoki hammaga assalomu alaykum. Ruslan o'z kanalini kuzatib kelayotgan qadrli do'stlarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalini kuzatyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Ruslanman va Shinray avtosalonining xodimi Sardor aka bilan birgalikda Qarshi shahridagi Shinray avtosalondan mashinalarni hammasini to'g'risida ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Videoda qandaydir kamchiliklar, xatoliklar qolib ketgan bo'lsa, albatta Sardor aka telefon nomer berasiz, avtosalon nomerini. Telefonni qoldiramiz, keyin hammasini so'rayverasiz o'zingiz qiziqtirgan savolda. Manzilda aytib o'tadigan bo'lsa ham, manzilimiz Qarshi shahri, ko'rib turganlaringiz mana yo'lda usti, Ravon Seruz mana yoniga Ravon Seruz bergan. Ravon Seruz bilan yonma-yon qo'shni. Yo'lda ustiga mashina bozordan bu tomondan kelaverishga, hozir chiqay mashina bozoridan nasib. Mana mashina bozorning yo'li, mashina bozordan shunday kelaverishga chap qo'lga o'zi mashinalarni chiqarib qo'yibdi. Bu tomoni mana yangi universitet qurilgan, universitetdan o'tgandan keyin o'ng qo'lga Sardor akani o'zi kutib oladi. Albatta. Sardor aka endi mashinalarni to'g'risini aytish kerak. Xitoydan olib kelyapsizlarmi yoki o'zimizda yig'ilyaptimi yo tan narxlari qancha bo'lyapti, bo'lib to'lash, rassrochka shu to'g'risida gaplashamiz, uncha cho'zmaymiz. Hozirgi kunda Shinray brendi O'zbekistondan o'zimizdan zavod ochilgan. O'zimizning milliy mahsulot, ya'ni O'zbekistondan o'zimizda ochilgan bu. Albatta aka. Qayerda zavodi bu? Asl zavodi Sirdaryoda. Sirdaryoda. Albatta. Sirdaryoda bo'lmasa zapchislari to'g'risida savol bermasam bo'lar ekan. Albatta, hammasi bo'lar ekan. Muayyan zapchislari bor o'zimizda rasmiy dilerlik markazlarida. Nasib bo'lsa aziz do'stlar, bo'lmasa boshlaymiz pul toparlar to'g'risida. Qaysidan boshlaymiz Sardor aka? Hozirgi kunda sotuvi eng ko'proq bo'layotgan mashinalarimiz ko'pchilik so'raydi, ko'pchilik qiziq so'raydi. Shinray T30 qo'sh balonli, ya'ni zavodskiy metanli variantlari. Bu zavodskiy metani bilan zavodskiy metan bo'ladi. Ikkita 100 litrlik 4-pokoleniya. O, zo'r ekan-ku. 23 litrlik benzin bak bilan jihozlangan. Benzin bakini ko'pchiligi benzinlisini kesib qo'ygan deydi, lekin bu zavodskiy o'zi orqaga joylashtirilgan. Benzin baklarigacha zapaskasi hammasi joy-joyida bo'ladi. Mashinamizda bu buyurtma asosida tayyorlab olib kelingan aka. Hozir bitta fermaga buni olib keltirdik. Ya'ni ustki holat shu holatda tayyorlatib beringlar deganlar uchun tayyorlattirganmiz. Xohlagan mijozlarimiz bo'lsa, alikofonli, izotermo xohlagan turdagi kuzovli qilib, tayyor qilib olib keltirib beraveramiz. Nechida buni razmerlari? Bu modelimizda uzunligi 3.15, 3.15. Yon qismi eni esa 1.73 sm tashkil qiladi. 73. Bu mashinamizda standart balandligi 1.85 sm bilan yasalgan. Agarda mijozlarimizda har xil ishi bo'ladi, o'zini biznesiga qarab to'g'ri keladiganini tayyorlatib olib keltirib beraveramiz. Agar xohlaysiz, albatta. Narx qanchaga chiqyapti bu? Bu modelimizda hozirgi kunda naqdga va avtokredit yo'li orqali xarid qilmoqchi bo'lsa, bortini qo'shmagan holatda, ya'ni mashinaning o'zini narxi, holatda deylik. Shunaqa holatini oladigan bo'lsak, 201 million 250 ming so'm tashkil qiladi. Bort qo'shilgan holatda. Agarda shu holatda tayyorlatiradigan bo'lsak, koronasi, sandiqchalari, kerakli bezaklari hammasi ichida 16 millionga tayyor qilib olib keltirganmiz. Ichki taraflari shunda 216 million bo'ladi, 217 million. Jami 217 millionga aylanadi. Aziz do'stlar, xohlang bu holatda oling, o'zingiz tayyorlab oling. Xohlang zavod o'zi chiroyli qilib taxlab bersin, siz bu holatga ham taxlab beradi. Bu Sardor aka faqat naqdga sotilyaptimi yoki u mana bilan zo'rini qo'yibdi? Laminat pol bilan jihozlangan, tagi qismi qalinroq bo'ladi. Yon qismini poldan obshirka qilingan, o'rta tarafida bu modelimizga pukak ishlatilgan. Uni tashqi tarafdan tentda birinchi qavatli o'zini materiali tashlangan, undan keyin esa tent bilan qoplangan. Agarda o'rtada ilgak joy qoldirilgan bo'lsa, bog'lash uchun, biron narsa bog'lash uchun ilgakli joylari ham qoldirilgan bo'ladi. Xo'p, rassrochka bormi? Bo'lib turadi. Bu modelimizga ham Nasiya savdo bor aka bizda. Nasiya savdo. Tushuntirib o'ting, Nasiya savdoda mijozlarimizda agar aloqaga chiqishsa yoki shu to'g'risida Nasiya savdo haqida so'rashsa, batafsil ma'lumot beramiz. Nasiya savdoda
tan narxi ozgina o'zgaradi. Tan narxi ko'tariladi. salgina qimmatroq hisoblanadi. U 3 xil etapda chiqadi. Boshlang'ich to'lov 30% ni to'lashsa 1 yil muddatga, agarda 40% ni to'lashsa 18 oy muddat va 50% va undan yuqoriroq summalarga esa 2 yil muddatgacha foiz peniyasiz chiqazib beriladi. Shunda qancha pul bilan olib ketsa bo'ladi yo bepul olib ketaveramiz nasiya savdoga? Endi men qarzga deb tushundimda. Nasiya savdoda boshlang'ich to'lov bo'ladi aka. Bo'ladi. 30%, 40%, 50%. 3 xil etapda chiqadi. Endi bo'lmasa agarda qancha ko'proq to'lasa o'zlariga o'sha oylik to'lovlari kamroq chiqadi. Ham qo'shiladigan pullari ham kamroq hisoblanadi. Ya'ni agar avtokredit yo'li orqali olmoqchi bo'lgan mijozlarga boshlang'ich to'lov eng kam to'lov 25%, ya'ni mashina tan narxidan 25% ni to'lagan holatda qolgan qismini 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, uzoq muddat 5 yilgacha kredit qilib ham chiqazib beramiz. Ya'ni kafil, ish haqi so'ralmaydi aka. Endi hozir videoga nasiya savdoda aytilyapti, keyin bu yerga kelgandan keyin dokument qilgandan keyin kreditga aylanib ketib qolmaydi. O'sha ayrim summa qo'shilgan holatda o'shani bo'lib to'laydi faqat. Albatta, nasiya savdoniki shunaqa chiqadi. O'shanday bo'ladi, videoga boshqa, hayotda boshqaga bo'lib qolmaydi. Yo'q, bemalol telefon qilsa ham kredit bilan nasiya savdoni o'zlarining nomiga rasmiylashtirasizlar. O'zlarining nomiga rasmiylashtiriladi. Agar telefon qilishsa o'zi to'liqroq, batafsilroq, ya'ni ikki xil kredit qanaqa yo'nalishda bo'ladi, nasiya savdo qanaqa yo'nalishda bo'ladi, ikkalasini ham hisoblab kalkulyator qilib beramiz. Mijozlarga tushunmagan agar mijozlar lizing aralashmaydi. Lizing aralashmaydi, o'zini nomiga chiqadi. O'zini nomiga chiqadi. Do'stlar, yana qaysi mashinalarimiz to'g'risida agarda ko'pincha yana ham bu saligina bizga neudobniroq, bizga saligina shahar ichiga yukimiz yengil, gabaritliroq yuk ortamiz degan mijozlar bo'ladi. Ko'pchiligiga T30 yakka ballonli, buni ham ikki xil varianti bor. Benzinlisi hamda zavodskiy metalli varianti. Benzinli variantida o'sha bu ham eng oxirgi pozitsiyasi, ya'ni kabinasi kengaygan varianti. Kabinasi kengaygan. Ko'pchilik o'sha baquvvatroq akalarimizga qo'l kelyapti hozir. O'zlari taklif bildirganda o'sha narsani keng zavod bilan ishlagan holatda shuni kabinasini kengaytirilgan holatda hozirgi mashinalarni chiqaryapti. Baquvvat akalar bemalol o'tirsa bo'ladi ichiga endi kengaygan. Konditsioner, boshqa narsa. Konditsioner, ABS tormoz, senter zamok hamma narsasi bor aka. Xullas zo'r, zadniy kamerasi, monitorchasi, hamma narsasi bo'ladi aka ichida. O'ziniki zavodskiy holati. Benzinli holati bu hozir ko'rsangiz zavodskiy metalli varianti. Zavodskiy metalli varianti. Albatta. Zo'r ekan. 90 litrlik 4-pokoleniya metan bilan jihozlangan bo'ladi, tayyor holatda. Garantiya buzilmaydi aka. Nechigina razmeri ham bir xilmi? Bu modelimiz hozir aytib o'tgan Shinray T30 qo'sh balon bilan kabina kuzov o'lchamlari bir xil hisoblanadi. Ya'ni 3.15 ga eni 1.72 sm. U modelimizdan farqlaydigan bo'lsak, aka motor qismida farqi bo'ladi. Oldi balkasida, ramada, zadniy mostlarida farqlari bir-biridan farq bo'ladi aka. O'zi motorda qanday motor turibdi buni? Bu modelimizda motor 1.5 ob'yom, sipli motor, ya'ni hammaga ma'qul kelgan motor. Ot kuchiga keladigan bo'lsak 115 ta ot kuchini tashkil qiladi. Necha yil garantiya beryapsiz? Bu modelimizga xudo xohlasa 3 yil yokida 60 ming probeggacha 3 yil garantiya beriladi aka. Endi bizni faqatgina Qashqadaryodan kuzatmayapti. Ko'rib turgan aka-ukalar Surxondaryoga ham bor, bizni kuzatayotgan aka-ukalar Samarqandga ham bor. Boshqa viloyatlardan mashinani olib ketgandan keyin servis xizmatlari uchun endi bitta yoki avto almashtirish uchun shu yerga kelib uchrashish kerakmi yoki o'zlarining nimalari ham bormi? Viloyatlarda ham o'zini dilerlik markazlari bor, ya'ni servislari bor. Bemalol xohlagan viloyatdan kelib turib olib ketsa bo'laveradi. O servis bo'yicha. Endi boshqa viloyatlarda bor deyapsiz. Imini nima uchun Qarshi Shinray avtosalonidan mashina xarid qilish kerak? Nima bonus qilib berilasiz? Bizni ko'rib kelgan aka-ukalar. Sizni ko'rib keladigan klientlar bo'lsa, kelaversin. Xafa qilib jo'natmaymiz, ya'ni urush janjal bo'lmaydi. Chiroyli qilib bonuslarigacha qilib beramiz aka. Bonus qilib berasiz. Ko'nglidan chiqamiz. Yashang. Bu gapingizga 5 lekin gap yo'q. Keyin qaysi mashinalar to'g'risida? Hozir yana bitta mashina bor. Bu o'sha T30 qo'sh balonda benzinli holati. Lekin gapingizni bo'laman, mashinalarni o'zingizni mashinangizdek asrab o'tiribsiz. Har bittasiga mana e'tibor berdim. Mana shu oldi laboyiga nimani qo'yib chiqqansiz? Sentafon deydimi, xullas yaltiroq qog'oz deydimi, o'zbekchasi. Hozir endi ko'rib turibsiz, bu yog'iga endi sekin-sekin. Bir xil avtosalonlar bor, ammo shu holatga qo'yadi. Mana bu salaponlar даже ichiga chirib ketgan joylarni ko'rgan joylar. Issiq, hozir bundan bu yog'i issiq juda kuchayadi. Mashinani o'zingizga saqlagandek saqlayapsiz. Ichki taraf torpedkalari, o'sha monitorlariga shikast yetmasligi uchun shu zarli qog'oz orqali oynalarni qoplab qo'yganmiz hamma mashinamizda. Bo'lsa salonimiz yaqinda ishga tushadi. Ichki tarafga mashinalarni kirgizamiz. Yana ham
Bu mashinalarga salondan kelib o'zi ko'chadan kelib ko'chada sotilayotgan mashinalar deb albatta tez o'ylayman. joyi almashib turadi. Chunki pul topar Ketgandan mashinalar o'rniga bular. yana ketib Baribir olgan odam hech garajga tiqqanini eslamaydi, ko'chaga qo'yib qo'yadi albatta tashqari. aka. Shu to'g'risida gaplashamiz demoqchi edingiz. Endi shu Bu to'g'risida modelimizda aka zavodskoy metani bilan benzinlisini farqlaydigan bo'lsak, keling bu yoqda ikkalasi yonma-yon turibdi. Shuni videoda farqlab o'tsak bo'ladi. Benzinlisi qanaqa, zavodskoy metanlisi qanaqa. Benzinli varianti bilan zavodskoy metanli variantini balon razmerida ham ozgina farq bo'ladi aka. Buniki saligina uzkiroq balon bo'ladigan bo'lsa, zavodskoy metanlisida saligina shirokroq. Ya'ni yerdan balandligi ozroq ko'tariladi bu mashinani. Ham yumshoqligi ham saligina nisbatan mягкиroq. Albatta. Keyingi farqlaydigan bo'ladigan bo'lsak, bu modelimizda rama bilan kuzov o'rtasidagi, ya'ni taxtasi, ya'ni o'zini o'rtaga qo'yiladigan taxtasi sal bunikiga kichkinaroq joylashtirilgan bo'ladi. Bu zavodskoy metanlisida sal kattaroq, kengroq joylashtirilgan bo'ladi. Metallarni chiroyli qilib qo'ygan. Taxtasini oladigan bo'lsak, buniki sal baqqotroq qo'yilgan bo'ladi. Bu benzinli variantinikida salgina kichkinaroq, o'skiroq taxt. Benzinli variant arzonroq bo'lsa kerak ham baribir narx. Bu modelimizda hozirgi kunda tan narxi naqdga, kreditga 184 million 375 ming chiqadi. Boya aytib o'tganimdek, nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa aka, tan narxi ozgina o'zgaradi. Unisini telefonda bemalol tushuntirib, qo'yayotgandek kalkulyator qilib beraman. Kredit qanaqa chiqadi, nasiya savdo qanaqa chiqadi, hammasini hisoblab beraman batafsil. Butun respublika bo'yicha narx shunday ham. Albatta. Solishtirib. Masalan, deylik, ko'p joyda internetda yoki Instagramda rassrochka ochildi, rassrochka deyish mumkin, lekin aka hech qaysi avtosalon o'zini puliga hali bo'lib berish chiqargani yo'q. Ya'ni agarda rassrochka O'zbekiston bo'yicha ochiladigan bo'lsa, hamma viloyatga ochiladi. Hamma tumandagi o'zini filiallariga ochib chiqadi. Hozirgi kunda rassrochka yo'q, nasiya savdo bor, avtokredit, naqd, perchisleniya shuna yo'l orqali olsa bo'ladi aka. Bo'lmasa yolg'on ekanda YouTube'da 0% rassrochka, 0% rassrochka. Lekin dangasini aytyapsiz, men sizga shunga tan berdim, o'sha ozroq qo'shiladi deb ochiqcha aytyapsiz. Misol uchun siz ham hozir 0% rassrochka deganingizda men ham obloshkasi 0% rassrochka sizni ham bezovta qilachi, men ham albatta ko'p mijozlar aka shu rassrochka deb chiqqan reklamalarga ishonib, sizlarda Qashqadaryoda, Qarshida yo'q, boshqa viloyatlar qilib beryapti rassrochkani. Imенно sizlarda qilib bera olmaykansizlar degani uchun men ochiqni aytyapman aka. Bo'lmasa bunday qilsin, o'sha gapga ishonmagan aka-ukalarimiz, o'zini avtosalonini maqtayapti degan aka-ukalarimiz boshqa o'sha rassrochka degan avtosalonlarga telefon, birinchi sizga telefon qilib so'rasin narxni. Albatta. Ochiqni aytaman. Undan keyin boshqa avtosalondan so'rasin. Qani ikkalasi nima farqi bor? Albatta. Savdo sistemasi aka hamma viloyatdagi filiallarda bir xil olib boriladi. Ya'ni naqdga qanaqa, kreditga qanaqa, perchisleniyaga qanaqa, nasiya savdoga qanaqa, hammasi bir xil ketadi. Bir xil, ha. Ya'ni boshqa viloyatda rassrochka ochib, boshqa viloyatga rassrochka yopib, unaqa variant emas. Hamma joyda bir xil. Shunday bank tizimi o'zimiz O'zbekiston hammasi bir xil bank, mashina tizimi bir xil. Xuddi shunday aka. Gap yo'q lekin. Bu gapingizga hozir ko'rdingiz aka, shu zavodskoy metalli variantini ham ko'rdik, qo'sh balonli benzinli variantini ham ko'rdik. Bir xil mijozlarimiz bor. Ya'ni o'zini ishchilariga, firmada bir xil tashkilot, qurilish deydi, bir xillar bozorda, bir xillar choramol bilan shug'ullanadi. U mijozlarimizga tavsiya beramiz aka, mana bunaqa Shinrak 32 modelini. Qancha yuk oladingiz bularni? Bu modelimizda qo'sh balonli variantiga 3 tonnagacha yuk tortsa bo'ladi bemalol. 3 tonnagacha bo'lgan yuk ko'tara oladi. Yakka balonli varianti 2 tonnadan sal yuqori yuklarni bemalol ko'tara oladi aka. Yaxshi-da. Endi bu modellarimizda hujjat bo'yicha yuk ko'tarishini oladigan bo'lsak, dokumentalni Shinrak 30 qo'sh balonli metalli varianti yoki benzinli variantlari bulardagida 1 tonna 200 kilogramgacha bo'ladi yuk ko'tarishi hujjatda. Buyog'i dehqonchilik aytganda o'zbekchilik ketaveradi. 3 tonnagacha ortsa bo'ladi qo'sh balonli variantlar. Tarif sezon boshlandi, arzonsa kelib olib ketaverasizlar mani. Xuddi shunday, hozirgi kunda o'zi tarif sezoni boshlandi, buyog'i tirikchilik qilaman degan odam любой yo'li bilan misol uchun qila oladi. Agar bepul berib qo'ysangiz ham shu mashina uyga yotaveradi. Xuddi shunday. Agarda o'sha aytib o'tganimda choramol, firmaga, qurilishga, ishchilarga olib beraman degan akalar, bozorga ishlatadigan akalar bo'lsa ham dubl kabinali variantlari ham bor aka. Kabina, ya'ni orqa tarafiga 3 kishini bemalol oladi. 5 kishi olagan. Dokumentalni 5 kishiga mo'ljallangan. Kuzov o'lchamiga keladigan bo'lsak, bu modelimizning kuzov o'lchami 260 ga 172 sm eni.
Bu modelimiz ham yuk ko'tarishi grubo 1 tonnagacha bo'ladi. Realni ortadigan mijozlarga 1,5 tonna, 1 tonna 700 kilogrammgacha bemalol ko'tara oladi aka. Bu modelimiz ham o'sha tag qismlari Shinera T30 modelimizga yakka balonligiga o'xshab bir xil sistemada ishlab chiqarilgan. Motor объемlari 1.5 объем. Buni ham zavodskiy metalllar bormi? Buni ham 2 xil variantidan bor aka. Zavodskiy metalli ham benzinli varianti. Hozir biz benzinli variantini ko'ryapmiz. Metalli variant esa bu yon tarafda turgandi. Buni narxi qanchaga edi? Benzinli narxi metalli. Shunday aytib ketaveradi, farqi yo'q. Benzinli variantini oladigan bo'lsak, naqd avtokreditga 172 million 500 ming so'm chiqadi. Metalli varianti 183 million 125 ming so'm hisoblanadi ekan. 25% bilan olib ketaversa bo'ladi Nasiya savdoga. Avtokreditga 25% bilan eng kam chiqarsa bo'ladi. Nasiya savdoga eng kam to'lovi 30% bilan chiqarsa bo'ladi. Bularni aytib o'tgandim, tan narxi sal qimmatroq hisoblanadi Nasiya savdoga. Azizlar kelaverasizlar. Batafsil to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, bemalol telefonimizni telefon qilsa, kreditni ham, Nasiya savdoni ham, grafiklargacha tashlab beramiz aka, hisoblab. Telefon qilish bepulga, telefon qilaverasiz azizlar. Yana qanaqa modellaringiz bor edi? Bizda hozir yana passajirni so'raydigan mijozlarimiz bor. Nani shu kerak edi mana. Ya'ni Damas o'rnida yuk mashinalarni ko'rsating desangiz, mana bo'ling bardosh model aka. Bardosh, ha? 7 o'rindiqli. Bu ham Sirdaryodan chiqyapti. Bu ham Sirdaryodan chiqyapti aka. Bu ham milliy brend. Zo'r ekan lekin bu. Buni motor объем aka 1.2 litrlik sepli motor. Bu sepli motor. Albatta. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 82 ta ot kuchi. Ochiqmi, yopingmi? Ochiq mana bu tarafda taksi ochiq. Konditsionerlar bormi, yo'qmi? Biz konditsionermi bu? Hop, o'shani aytaman demoqchi edim hozir sizga. Bu yoqda issiqda ko'pchilik akamiz nima Damasda qiynaladi. Bir xillar o'zini oilaviy ishiga, taksichilikka ham hamma ishga oladi. Endi bu yog'iga konditsioner kerak. Bu konditsionergacha bor, ABS tormozigacha bor, tormozlari. Zo'r chiqqan ekan. Bu yog'i motor hajmini aytdim, motor hajmi ancha zo'r, injektor motor, karburator emas. Injektor. Zavodskiy 7 o'rindiqli mashinamiz. Narxi 119 million 900 ming so'm. 19. Bunda aytib o'tganda Nasiya savdo emas, buni o'zini pulini bo'lib to'lash, ya'ni rassrochka bunga bor. Boshlang'ich albatta, buni boshlang'ich to'lov, eng kam to'lov 25%. Buniki ham 3 xil etapda chiqadi aka. 25% to'lagan mijozlarga 2 yil muddatga qolgan summasi 5% peniyasi chiqarib beriladi. 30% ni to'laydigan mijozlarga 30 oy muddatga, agarda boshidan 36% va undan yuqori to'laydigan mijozlarga 3 yil muddatgacha qolgan qismlari bo'lib beriladi. Bu ham shu Damas qatori odam oladi-da. Xuddi shunday 7 o'rindiqli, Damas ham 7 o'rindiqli bo'ladi. Bu modelimizni Damas bilan farqi 15 santimetrga bu uzunroq, eniga 10 santimetrga enliroq. Buni yuk tashiydigan variant bormi, yo'qmi? Van shakli hali chiqmadi. Xudo chiqsa yangilik bo'lsa, uni ham unisidan ham olib kelamiz, xudo. Chiqsa qancha yuk oladi deb so'ramoqchi edim. Afsuski chiqqani yo'q ekan, yuk tashiydigan variant. Agar shuni olib ham qayta jihoz qilib van shaklida ishlatsa bo'ladi. Menimcha Damasdan ko'p yuk olsa kerak bu. Damasdan ko'proq yuk oladi, dokumentalni ham. Mana bu yerda agar yengil mashinalar ham bor ekan. Yengil mashina crossover so'raydigan mijozlarga, ya'ni ko'rinishi sportivniroq, agressivniroq ishlab chiqarilgan mashinamiz Swim G01F modeli, ya'ni eng oxirgi pozitsiyasi aka. Orqa tomondan ko'rsak, takror ana shundan bir kommentariy o'qib qoldim. Mana shu modeldan ko'rsating, men shundan qidirib yuribman, qarshiga bor ekan. Mana aka, mana shu bor ekan, mana. Orqa taraflari bihliblarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ikkalasi ham ishlaydi. Obmanka emas, ikkalasi ham ishlaydi aka. Orqa qismi polni parktronic datchiklar bilan jihozlangan, zadniy kamerasi, orqa bagajniki elektropaketli. Ya bardosh narxini aytdi ham 100 ga. Bardosh narxini aytdik 119 million 900 ming so'm. Bu modelimizda o'sha aytib o'tgandek, orqa bagajniki ham ancha keng, juda kattagina. Zapaskasi o'ziniki, subwooferi ham bor aka. Akustikasi zo'r aka. 1.5 motor ham bu. Motori 1 litrlik turbina motor, 122 ta ot kuchi. 1.5 turbina motorning kuchini beradi aka. Haydab ko'rgan akalarimiz bo'lsa. Start stoplari ham yo'q ekan. Qanchadir buni narxi? 360 gradusli kamera, slipoy zona, video registratorlari bor. Funksiya juda ko'p ekan. Funksiyalari ko'p aka. Беспроводной zaryadchiklargacha bor. Sidina boshqaruvlari, migrovkalari, hamma narsasi. Skorsilchalar rulgami deyman, rulga ekan. Buniki xuddi shunday, rul tagida bo'ladi skorsi. Qulaylik uchun. Ya'ni yangi dizaynda ishlab chiqarilgan ichki saloni o'zgargan, oxirgi so'nggi pozitsiyasi.
Bu modelimizda Rasxod qancha bo'ldi? oq qora ranglaridan bor. Bu modelimizda rasxodi shahar ichiga haydaydigan bo'lsak aka, grubi 7 litr, 7,5 litrgacha yeydi. 1 litr esa bo'lsa 5,5-6 litr rasxodi bor aka. Bu modelimizni tan narxi 260 million 400 ming so'm. Keladigan mijozlar bo'lsa, chiroyli qilib bonuslarni qo'shib beramiz aka bu modelimizda ham. Bu modelimizga ham kredit, naqd, nasiya savdo bor. Nasiya savdoga o'sha aytib o'tganda narxi lekin Qo'shiladi. ozgina o'zgaradi. Aziz Uni do'stlar, batafsil tushuntiraveramiz. Undan muammo yo'q. Gap Agarda umuman bo'lishi mumkin. Yana bizada yangiligimiz BAV M7 modeli yetib kelgan aka. Ko'pchilik mana bu liniyaga, turizm sohasida, bog'chaga ko'proq odam olib, ya'ni komforti zo'rroq mashina so'raganlarga BAV M7 modelimizni oq rangi mana qora rangidan bor. Xohlagan mijozlarga Shinray M7 modelidan bor. Mana shuning narxi qancha? Bu modelimizning tan narxi 220 million so'm aka. Bu modelimizga ham naqdga 9 o'rindiqli ham bosib bo'ladi. Bu modelimizda ikki xil varianti bo'ladi, 9 o'rindiqli, 11 o'rindiqli. Hozir bizada 11 o'rindiqlisi bor. Bu modelimizni ham agarda olib D kategoriyasi bo'lmasa, qayta jihoz qilsa bo'ladi aka. B kategoriya moslashtirsa bo'ladi. Shunday. Modelimizning motori o'sha aytib o'tgan 1.6 объем motor, sepli motor, konditsioner, ABS tormoz, zadniy kamera, monitor hammasi bor ekan. Ichki taraflarini agar ko'raman desangiz, ochiq ekan. Mana aziz do'stlar, ichlari ancha keng. Sardor akaga ham telefon kelyapti, klientlar telefon qilyapti. Endi videoda ham hozir uchta o'tamiz. Ozroq sabr qilib tursin aka. Shuni hozir aytdim. 200 qancha dedingiz? 220 million so'm tan narxi. 220 million so'm aziz do'stlar. Bu modelimiz BAV M7 modeli 298 million 800 ming so'm tashkil qiladi. Bu modelimizda foizsiz, peniyasiz 3 yil muddatga rassrochka bor ekan, qorasi ham bor. Bu lekin bu yo'q, chiroyli ekan, ha? Gabariti ham ancha gabaritli mashina, kattaroq. Ochiqmi aka? Ichki saloni ochiq mana. Bunisi ochiqmi? Oq rangini ko'ring. Zo'r ekan-da. Buni motor nechli motor turibdi bunga? Bu modelimizda 2 litrlik atmosferniy motor. Ya'ni turbina emas, atmosferniy. Har bitta yo'lovchi konditsionerlar bor ekan. Albatta, yon qismida konditsioner anaqa o'tgan, bemalol qiynalib qolmaydi. Sidinalar, joylashuvlari keng joylashtirilgan. Qulayliklari zo'r. Ularda ham o'sha katta monitorli, dyumli elektrik monitor, tablolari, hamma narsasi bor ekan. Konditsioner, ABS tormoz, center zamok. Zo'r mashina chiqadi. Zo'r mashina. Bu sidinalari ham o'sha mana koja, nima deydi, terlatmaslik uchun o'zi tayyor holatda. Hozir orqa tomondan ko'rsatsak. Af M7. Xohlang oqidan, xohlang qorasidan. Deb osamon desangiz turibdi mana biznes. Men aka-ukalarimiz yoki kimdir uzoq nimaga qatnaydi, masofaga. Shunday. Xohlasa oilaviy, xohlasa texnikada bitta. Buni Bu modellarimiz ham oynalari ham bor ekan bunday boshqa. Albatta, yon qismlarida o'sha mana shu oynalari ham bemalol ochiladi, yon tarafdan ham ko'tariladi. Bosaverasizlar. Bu modelimizni tan narxi o'sha aytib o'tganimdek 298 million 800 ming so'm. Boshlang'ich to'lov 35% dan to'lagan mijozlarga qolgan summasini 3 yil muddatgacha foizsiz, peniyasiz o'zini pulini to'lashga chiqazib beriladi aka. Ya'ni kuni kechikib qolsa bir xil joylarda bo'ladimi, peniya hisoblab ketaveradi. Unaqa vaziyat bo'lmaydi bunda. Bo'lmaydi. O'sha kechikkan kunlariga peniya hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi. O'zini pulini bo'lib to'lashga hisoblab beriladi. Xohlaganlarga o'sha qora rangi bir modelimizda, xohlaganlarga SVM G03 elektromobilimiz ham bor, gibrid. Bu elektromobilmi bu? Ha, bu elektromobil gibrid varianti. Gibrid. Ya'ni bitta polniy zapravka, bitta polniy zaryad bilan 950 ming kilometrgacha yurib beradi. Bunda 1,5 litrlik atmosferniy dvigatel joylashtirilgan. Necha o'rindiqli edi bu? 7 o'rindiqli mashinamiz bu, oilaviy 7 o'rindiqli. Narxi qanchaga chiqadi buni? Bu modelimizda tan narxi 238 million so'm tashkil qiladi. Bu modelimizda ham naqd, avtokredit, perchistiniya yo'llari bilan xarid qilsa bo'ladi aka. Menimcha yetadigan umiddaman Sardor aka, video cho'zib o'tiraveramiz, ha. Asosiysi ekranga telefon nomeri qoldirilgan. Albatta, qiziqtirgan savollar bo'lsa yoki biron joyda aytilmay qolib ketadigan joylar bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishsa, hamma to'lov uslublarini qo'ldan kelgancha eng kam anaqada chiqadigan yo'llari bilan
sizga hisoblab endi mijozlarga hammani chiqarib ichidagi beraman savolni biz bilmaymizku, miyasiga nima aylanyapti, qanday savol deydi. Xuddi aylanyapti. shunday aka. O'sha uchun aziz do'stlar, ekranga telefon nomer qoldirilgan, mana video tagiga turibdi. Mana shunga telefon qilasizlar. Bemalol, tortinmasdan, uyalmasdan qiziqtirgan savollarni bosaverasizlar. Biz esa videoni mana shu joyga tugatamiz. Kechalaringiz mana Sardor aka yaxshi bir bonus qilib jo'natib yorishadi, xafa qilmasdan. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka, Omon bo'ling. vaqtingizni aytganingiz uchun sizga ham rahmat. Xo'p.